Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun sizlarga Toshkentdan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib o'tamiz. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatliroq bo'ladi. Hop, Toshkentdan qo'yilgan reyslar boshladik. Hop, Toshkentdan Groznyga, uni bagajligi 3 million so'm chiqadi. Bez bagaji 2 million 800 ming so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 8:50 da, Groznyga borib qo'nadigan vaqti 10:00 da. Toshkentdan Vladivostokka uni bagajligi 6 million 800 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 6 million 200 ming so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 7:00 da, Groznyga Vladivostokka borib qo'nadigan vaqti 19:00 da borib qo'nadi. Toshkentdan Istanbulga uni vazoratligi 3 million 200 ming so'm chiqadi. Bez vazoratligi 2 million 900 ming so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 7:40 da, Istanbulga borib qo'nadigan vaqti 11:00 da borib qo'nadi. Toshkentdan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4 million 300 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 4 million 100 ming so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 8:35 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 11:45 da borib qo'nadi. Toshkentdan Vunukoyga uni bagajligi 3 million 200 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 3 million so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 6:00 da, Vunukoyga borib qo'nadigan vaqti 8:20 da borib qo'nadi. Akalar, sizlarga arzon narxlarda aviabiletlar narxini tanishtirib o'tdim. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlayapti. Masofamiz uzoq bo'lsa akalar, onlayn ham aviabiletlarni rasmiylashtirib beraveramiz. Telegram yoki WhatsAppdan pasportlaringizni rasmini tashlasalaring, sizlarga onlayn variantini aviabiletlarni tashlab beramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar, Tojmahalda ro'parasida.